Hammaga salom do'stlar. Hozir sizlar Uzuk Salash YouTube kanalida turibsizlar. Bugun ajoyib va g'aroyib video bo'ladi. Sababi hozir sizlar bilan Begoatga borib, u yerdan kompyuter narsasini juda ham arzonga topib, sotib olib va uni o'zimni servisimda rekonstruksiya qilib, konkurs qilib sizlarga beraveraman yoki shaxsan o'zimni Yuksalash shopimda juda ham arzonga xarid qilishingiz mumkin. Albatta videoni shu joyida kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Sababi bu juda ham boshqacha video. Albatta davomini ko'ringlar. Unday bo'lsa men o'zimni mana shunaqa uzun shtativim bilan sumkani oldim. Sababi sumkada pul va narsalarni solib kelish uchun joy bor. Shtativ esa albatta video olish uchun. Albatta hozir operatorim yo'q. Qachon bo'la bilmayman-ki, shuning uchun o'zimning qo'limda shtativlarimdan video olaman. Unday bo'lsa, Begoatga qarab sekin yo'l oldim. Xullas Begoatga yetib keldik. Endi bu yo'g'iga sekin boradigan joyimizga qarab borishimiz kerak. Hozir kartinkaning oldidan endi ketyapman. Damasda yurish narxi 6000 so'm. Agar meni aytsalar, sizlarga 0% skidka qilib beradi. Ya'ni 6000 so'm to'lasa baribir. Endi esa men o'zimga kerak narsalarni topish uchun bozor bo'ylab aylanib chiqdim. Umuman topolmagandan keyin tushunib yetdim. Men kiyim bozor bilan oziq-ovqat bozorini qidirayotgan ekanman. Keyin esa ko'prikdan sekingina o'tib, eski bozor tomon yo'l oldim. Chunki ana o'sha yerda hamma kompyuterning barcha qismlari topiladi. Bu yerni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Endi esa ko'prikdan o'tib, sekingina eski bozor tomon yo'l oldim. Ana o'sha yerdan qidirgan narsamni topaman deb umid qildim. Bozorga ham rasa vaqtli kelib qo'yibmiz, hali hech kim yo'q ekan. Endi esa meni planim rastalar oralab eski bozorni topib, u yerdan o'zimga kerakli narsani hamyonbop narxda xarid qilish edi. Va eski bozorga ham yetib keldim va endi shu yerdan hozir ko'rsataman. Bir chekkadan ko'ramiz. Shu yerda aylanib yurganimda bitta ajoyib hodisa sodir bo'ldi. Davomini videoda ko'rasizlar. Salom. Salom. Oddiy videoga Assalomu alaykum. Video ko'rasizmi? Ha. Ularganmisan? Ha. Meni maqtab qo'y. Nima deysizmi? Hozir akalarimiz shunday narsalarni ochib olsa, bitta reklama qilib ketamiz. Assalomu alaykum hamyurtlar. Biz xudo xolasa mana G'o'zg'oboq arabalarimizni 250 narxlari kelishtirib beramiz. O'choqlarimiz bor mana. Moloxir, qo'yoqir. Bundan keyin uydadan dimoxotlar arzon qilib beramiz. Tarnovlar mana, kulbalar. Yani hammasi bor xudo xolasa. Arzon qilib beramiz. Mana. Keyin tandir o'choqlarimizga mana tugun eshiklarimiz bor. Har xil turdagisi bor. Mana shu ko'rsatyapmiz hozir mana. Arzon narxlarda qilib beramiz xudo xolasa. Setkalari ham bor, tugun setkalar. Kesib beramiz.
Manzilimiz Bekobod shahar Baroxulka bozorida. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar, dastavka qilib beramiz. Bitta reklamani qilib, endi o'zimga kerak bo'lgan narsani qidirishga qaror qildim. Oralab rosa qidirdim o'zim. Va shu yerga kelib, o'zimga kerakli bo'lgan narsani va nihoyat topdim. Bitta kampda narsa topdik. Endi mana shuni so'rab ko'ramiz, keyin servisimizda tushiramiz. Assalomu alaykum. Halim bu sizdanmi? Meniki. Qancha? 20. 20 ming. Ha, bo'ldi. 5 ga beraman. Xo'p. Mana shuni olib, endi o'zimizning servisimizda sotib obunachilarimizga tekinga beraveramiz. Chiqonlar ham bor ekan. Chiqonlar kerak emas, mana shu kerak xolos. Endi buni to'lab olib ketsak bo'ldi. Xullas kulerini oldik, oldim. Endi hali yana picha aylanib narsalarni ko'ramiz. Va aylanib yurgan paytim o'zimning xonamga kerakli bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Qarani, o'chiroq ishlaydimi? Nima u? Ana oq borku. Bu ana nima? Tut. Ha, shu ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Qancha bu? 5 ming berildi. Ishlaydi. Ha, turkasida. Buni olamiz o'zimning xonamga qo'yishga. Hozir beraman. Hozir turasini ko'zi asar. Bekoboddan jami 2 ta narsa oldik. Endi bularni keyingi videoda o'zimning seriyasimda qayta rekonstruksiya qilib videoga qo'yaman. Yerimga yetib ham keldim va mana shu olgan 2 ta narsamni shu videoda ro'porosa 33 ta like bo'lishi bilan servisimni qayta rekonstruksiya qilib, obunachilarimdan bittasiga beraveramiz.